Yo guys, assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Demak, bugun sizlar bilan listeningni qanday qilib 9 olishni gaplashib o'tamiz. Demak, o'zimga nimalar yordam bergan? IELTS listeningda demak 9 olishga. Men olganda demak bu narsani unchalik ham qiyinchiligi yo'q. Demak, asosiy bugun beradigan maslahatimga quloq soladigan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, shu O'zbekistonda hozirgacha demak necha yuzlab insonlar hozirgacha IELTSdan 9 olgan bo'lsa, men listeningdan 9 olgan bo'lsa, aynan mana shu maslahatning orqasidan olgan. Shuni hisobiga demak, iloji bo'lsa yaxshilab o'rnashib bitta daftar oladigan bo'lsak, chiroyli qilib yozib ketadigan bo'lsak, har safar shunga amal qilganingizda demak listeningizda o'sish kuzatiladi, xudo xolasa. Shuni hisobini olib, demak guys, demak boshlaymiz. Listeningda 9 olish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p. Listeningda 9 olish uchun guys. Demak, tayyormisiz? Listeningda 9 olish uchun nima qilishingiz kerak? Siz listening 9 olishingiz uchun 39 ta yoki 40 ta ishlashingiz kerak bo'ladi. Savollardan shuncha to'g'ri javobni topishingiz kerak bo'ladi. Okay? Esdan chiqmasin, astoydil bo'linglar. Mana shu maslahatga quloq solinglar, har doim yordam beradi sizga. Bo'ptimi? Charchamanglar, sog' bo'linglar.